Assalomu alaykum hammaga. Salomatmisiz azizlarim? Sog' salomat yuribsizmi? Azizlar, men sizlarga bugun dieta ovqatlarimizdan oddiygina mastava qilib tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Marhamat, tayyorlanish jarayonini kuzatib boring. Azizlarim, mastava uchun 200 gram go'shtni cho'pkadan chiqarib olamiz. Piyozimizni ham savora qolamiz. Ichiga azizlar, kichkina qoshiqchada ozgina tuz solamiz. Go'shtimiz tuzlangan, shunda bo'lsa ham piyozni haqqiga ozgina tashlayveraman. Qora murch solamiz ovqatimizga, go'shtimizga murch solaveramiz. Endi sharikchalarimizni qilamiz. Katta qilmaymiz, kichkina qilaveramiz. Mana shunday qilib. Mana bir xilda qilaveramiz. Mana shu kattalikda qilyapman. Mana azizlar, mastavamizga do'lmachalarimizni tayyorlab oldik. Endi mastavamizni jazini qilib suvini qo'yamiz. Qozonimiz qizidi azizlarim. Yog' quyib olamiz. Rastительный масло. Bismillahirrahmanirrahim demadiku. Yog'imiz qizidi, piyozimizni savolamiz. Qo'lingiz bilan shuni savoravering. Piyoz, kartoshka, ozgina sabzi. Uyda bugun 3 kishiniginamiz. 3 kishiga moslab ovqat qilyapmiz azizlarim. Kamgina qilib, ozgina yana sozgina qilib aralashtirib olamiz. Bolgarskilarimizni savoramiz. Qizil bilan yashil bolgarski. Yaxshilab qovurib olamiz. Azizlar, bugun yengilroq ovqat qilaylik dedik. Mastavamizga mosh ham solmaymiz, loya ham solmaymiz. Solsak bo'ladi, lekin yengil ovqat bo'lgani uchun har kuni osh somsa, qishki kunida manti odam charchatib qo'yadi. Ora-orada yengil ovqatlar ham qilib turish kerak. Bugun shunga jazm qildik. Yengilroq ovqat qilamiz. Endi tomat sovordik, bir qoshiq, bir osh qoshiqida kamroq qilib. Tuz sovoramiz. Tabga ko'ra solaverasizlar azizlar. O, svet yondi. Tuzini ham yaxshilab aralashtirib kavlavordik azizlar. Ozgina qovurilsin yana. Ovqat yaxshi, zirvagini yaxshi qilsangiz shirin bo'laveradi. Endi azizlarim, suvini quyib olamiz. Mana azizlar, ovqatimiz qaynab turibdi. 10-15 minut o'rtada qaynatib oldik. Endi do'lmalarimizni solamiz. Sharikchalarni, ya'ni. Astagina aralashtirib olamiz. Azizlar, guruchini solib qo'yamiz. Mana tuzini ham bir ko'rib qo'yamiz. Aralashtiramizda bir qaynab chiqqandan keyin tuzini ko'ramiz. Kam bo'lsa solamiz. Ovqatimiz pishdi o'rtoqlar. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta ovqat tayyorlash jarayoni manzur bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Dieta, ya'ni parhezbop ovqatlardan bo'ldi. Ovqat tayyorlash uslubim sizlarga ham yoqqan deb o'ylayman. Yoqqan bo'lsa, layklar kutib qolaman sizdan. Qolgani o'zingizga havola. Azizlarim, hammangizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohga omonatsiz.
Xayr, salomat bo'ling.